Teto hududida ikkinchi qavatga 3 xonali uyni sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Uyni birma-bir ko'rsatib o'taman. Xo'p, kirish qismimiz uyimiz полностью attachento bo'lgan. Sifatli smart eshiklar qo'yilgan, domofonlargacha bor. Uyimiz полностью attachento bo'lgan. Prixожая mebel qilingan. Kelganimizda katta koridorimizda общий sanuzel, mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, oshxona va bu yerda kattalar yotoqxonasi. Sifatli MDF eshiklar. Kattalar yotoqxonasida ham barcha qulayliklar qilingan. Shkaflarimgacha va ichida o'zini sanuzeliga ega. Xo'p, endi общий sanuzelni ko'rsatib o'taman. Umumiy kvadraturasi 85 metr kvadrat. O'sha kabina qilingan, bu yerda kir yuvish mashinasi va oshxonamizga o'tamiz. Oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham keng, bemalol stol suv qo'yib o'tirsam bo'ladi. Полностью televizor, холодильник, barcha qulayliklar qilingan. Derazalari katta ko'chaga qaragan. Va bolalarimiz uchun bir kishilik yotoqxona. Bu yerda partalargacha shkaf, barcha qulayliklari bor. Endi esa mehmonxonani ko'rsatib o'taman. Bu yerda esa mehmonxonamiz. Ajoyib klassik remont. Hammamizga mana shunday chiroyli uylar olish nasib etsin. Niyat qilganlar bo'lsa, like bosamiz. Samarqand shahar Setova ko'chasi, Buyuk supermarketning yonginasida 3 xonalik 2-qavatda ikkita kvartira yonma-yon chiqqan. Kimda kim aka, uka, opa, singilga bir joydan olmoqchi bo'lsa agar, ikkita kvartira bitta podyezddan yonma-yon 2-qavatga bor. Bu kvartiramiz 85 metr kvadratlik, narxi 100 ming AQSh dollar, hujjatlari bor. Faqat naqd pulga, ipoteka rastochkasi yo'q. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.